Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Yulduz Usmonova haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Yulduz Usmonova 12-30 aprel kunlari Xalqlar do'stligi saroyida 19 kunlik yakkahon konsert dasturini o'tkazdi. Shundan so'ng u turmush o'rtog'ining ko'magisiz konsert bera olmasligi, bu yilgi dastur uchun katta miqdorda pul sarflagani, soliq mojarosi hamda ijtimoiy tarmoqlarni egallab olgan behayo qo'shiqlar haqida. San'atkor xalqdan qarzdor. Keyingi yil konsert uchun repertuarni shu konsertdan 1,5 oylar o'tib tayyorlashni boshlaymiz. Taqdimotlar qilamiz. Bu xalq qaysi qo'shiqni qabul qilayotganini aniqlash uchun yaxshi. O'z ustimda ishlamasam bunday dasturlar qila olmayman. O'tgan yilgi qo'shiqlarimni aytsam ham tomoshabin kelaveradi. Buni bilaman, lekin men jamiyatda qo'shiqlarim bilan shifokorlik qilayotgan bo'lishim mumkin deb o'ylayman. Qancha qalblar yangilanyapti, qancha xatolar to'g'rilanyapti, kundan kunga dardlar o'zgaryapti. Xalq ichida yurish kerak. Avloddan avlodga o'tib ketayotgan qo'shiqlar masalasida auditoriya bilan hisoblashaman, chunki xalqdan o'zimga kerakli energiyani olyapman. San'atkor xalqdan ma'naviy jihatdan qarzdor. Xalq eshitmasa, san'atkor ham yo'q, deydi Yulduz Usmonova. Erimni Turkiya, Rossiya, Xitoydan so'rashadi. Agar Mansurjon bo'lmasa, bu konsertlarni tashkil qila olmayman, chunki unda rejissyorlik va tashkiliy qobiliyat kuchli. U ham o'z ustida ishlaydi. Uni Turkiyadan, Rossiyadan, hatto Xitoydan ham so'ramaganlar qolmadi. Oila boshqa masala, ammo prodyuser sifatida uni hech kimga bermayman. U yonimda bo'lsa, ojizaligim, ayolligim bilinib qoladi. Ba'zan hamma ishga kuchim yetmay qoladi. Men o'limga iqrorman. Turmush o'rtog'imning ham yelkasidagi yuki og'ir. Yurak ham dosh berishi kerak. Ba'zida shu ishlarning orqasidan chidolmay ketamiz, lekin bularsiz ham bo'lmaydi, deydi xonanda. Konsert uchun 2 milliarddan ortiq pul ketdi. Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i, prodyuseri va konsertlari tashkilotchisi Mansur Agaliyev soliq mojarosi hamda bu yilgi konsertga katta miqdorda pul sarflangani haqida gapirdi. Yulduzning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini men yuritaman. Odamlar tushunib-tushunmay har xil narsalar yozadi. Masalan, yaqinda ham soliq bilan bog'liq muammo bo'ldi. Yulduz Usmonova aynan o'zi uchun bu masalani gapirmadi. Agar uning to'ylardagi xizmat narxi $2000 bo'lsa, soliq bilan bu narx $2500 bo'ladi. Bu xalqqa og'ir. Bu ishni o'ylab gapirdi. San'atkorga farqi yo'q. Masalan, mana shu yilgi konsert uchun ham 2 milliarddan ortiq pul to'ladik. Bo'lmasa, Yulduz Usmonova soliq to'lamaydigan odam emas. Bundan tashqari bizda tovuq fermaning solig'i ham bor. Soliqdan hech kim qocha olmaydi. Endi o'sha vaziyatda odamni yomon ko'rsatish uchun uning gaplarini har xil qilib kesib tarqatib yuborishdi, deydi Mansur Agaliyev. San'atni isrof qilma. O'zbekiston xalq artisti bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni egallab olgan bachkana qo'shiqlar va uning ijrochilari haqida o'z fikrini bildirdi. Bugun san'atda behayolik targ'ib qilinyapti. Bu erkinlik emas, odobsizlik. Men ularni san'atkor ham deb bilmayman. Ularga aytadigan gapim ham yo'q. Qanday bo'lgan bo'lsa, shundoq ketadi. Ularni otarchidan, fohishadan nima farqi bor? Ular o'zini san'atkor demasin, san'atni isrof qilmasin. Shuning uchun ham undaylarning ko'pi qariganda xor bo'lib qariydi, dedi Yulduz Usmonova bergan intervyusida.